yolg'on gapirmang, zino qilmang. Xuddi shunday 10 ta amr bor. Ular bu amirlarni Tavrotda o'qishadi, lekin sizlar faqat dindagi birodaringizni o'ldirmasligingiz kerak deyishadi. Buzg'unchilik. Ular hali ham buzg'unchilik qilishda davom etishyapti. Dindosh birodaringizni o'ldirmasligingiz kerak, ammo musulmonni o'ldirishingiz mumkin. Uning qonida haqqingiz bor deyishadi. Shunday yo'l bilan ular bu kabi g'oyalarni odamlarga singdirishadi. Musulmon bo'lganingizdan keyin yodingizdan chiqmaydigan xotirangiz bormi? 2 yil avval Idul Fitrda isroillik askarlar Quddusga kirib kelishdi. O'shanda qirg'in barot bo'lib o'tgan. Ular G'azoni bombardimon qilishni boshlashdi. Falastinliklarni ko'chalarda urib, o'ldirib tashlashdi. Bularning bari men Isroilda bo'lgan paytimda bo'lgan edi. Endigina mototsikl halokatidan keyin o'zimga kelgandim. Oyoqlarimdan biri jarohatlangandi. Shuning uchun to'g'ri yura olmas edim. Isroillik yoshi katta bir ayoldan 1 oyga ijaraga uy oldim. U o'ngchilar siyosiy partiyasidan edi. Urush boshlanganida Isroil raketa uchirdi va G'azodagi 19 qavatli binoni urib, vayron qildi. Bu yangiliklarni eshitganimda avtobusda edim. Isroilning qayerdandir uyimga qaytayotgan edim. Isroilning Ramat Gan nomli shahrida Tel Avivga juda yaqin hududdagi avtobusda bu yangilikni ko'rdim. Hamas biz qasos olamiz dedi. Biz avtobusdaligimizda sirenalar ishga tushdi. Isroilning markaziy hududida edik. Ma'lum bo'lishicha Hamas 300-400 ta raketa uchirgan ekan. Tel Aviv, Ramat Gan Isroilning yuragiga yaqin joylashgan. Hamas hech qachon bunchalar ko'p miqdorda raketa uchirmagan edi. O'sha onda men o'zimni baxtiyor his qildim, chunki men o'z ko'zim bilan yahudiylarning ko'zlaridagi qo'rquvni ko'rdim. Men ular o'zlari munosib bo'lgan qo'rquvni ko'rdim. Albatta avtobus haydayotgan odam avtobusni darrov turar joy binosining to'g'risida to'xtatdi. Isroildagi har bir turar joy binosi yoki imoratning to'g'risida bunkerlar bor. Ularning maxsus berkinadigan joylari bor. Bunday joylar har bir turar joy binosining ostida bor. Hatto ba'zi yangi uylarda ham ular maxsus xonalar, ya'ni mustahkamlangan beton xonalarni qurishadi. Hatto oynalar ham mustahkamlangan. O'sha avtobusda 5 yoki 6 nafar odam bor edi. Hammamiz avtobusdan tushdik va o'sha berkinadigan joyga bordik. Ular ichkariga kirishdi. Men esa o'sha yerdagi zinapoyalarda mana shunday turardim. Raketalar havoda portlab ketardi. Bino tebranib ketayotgan edi. Bilasizmi, bu tebranish, vibratsiyani suyak-suyaklaringizgacha his qilasiz. Ammo men o'zimni baxtiyor his qilardim. Ularni qo'rqayotgan holda ko'rish meni juda xursand qildi. Chunki G'azodagi odamlar bu tuyg'uni 70 yildan beri har kecha his qilishadi. Mana shu qo'rquv, shu portlashlar, hozir bu yoqqa tushadi, hozir o'laman degan qo'rquvlar. Temir gumbaz nomli havo xavfsizlik tizimlari bo'lishiga qaramay, ularning qo'rqqanlari meni juda xursand qildi. Men xursand bo'ldim, chunki ular o'zlari pishirgan oshni tatib ko'rdilar. O'zlari qiladigan narsani boshlaridan o'tkazdilar. Ammo shu vaqtning o'zida men hech qaysi isroillik bola, ayol yoki qariyalarga zarar yetishini istamayman. Ularning orasida menga o'xshagan musulmonlar ham bor. Ularni mana shu raketalar sababidan vafot etishlarini istamayman. Men ozgina qayg'uni ham his qildim. Raketalar